Chiroyli manzara ekan. Bir havo almashtiraylik. Siz kitob yozsangiz, nomi Miller bo'ladi. Sarlavhasi nima bo'ladi deb savol beryapti. Sarlavhasi millionta muammo bo'ladi. O'tgan kuni tadbirkor do'stim bilan bir kafeda choy ichyapmiz. 10 million dollar plus sostenasi bor. Muammolarni aytyapti. Yaxshi emas, savdo tushib ketdi, u bo'lyapti. Bu narsada qiyinchilik, unisi kam, bunisi ko'p. Hammada bo'ladigan muammolarni aytyapti. Yonimizga bir odam kelib so'rashdi, meni tanir ekan. Gaplashdim, keling stolga taklif qildim, o'tiramiz. Boladan ozgina savol-javob qildim. Xayrlik, siz nima ish qilasiz? Miller, sizni ko'rib yuraman. O'zim oddiy haydovchiman, taksistman, odamlarning xizmatini qilaman, deyapti. Shunaqa shirin javob beryapti haligi odam. Kunlik pul topaman ro'zg'orimga. 100 ming, 200 ming, 3 ta farzandim bor. Topgan pulimga oilam bilan chiroyli yashayman. Bir haftada bir marta go'sht olamiz, deyapti. Alloh bergan rizqini terib yeyman kuniga. Shunaqa chiroyli javob beryapti. Do'stimni kuzatyapman, u javobni eshitayotganda o'zi yoshga to'lyapti. So'radim. Gaplashdik, tanishdik. Xayrlashdik, ketdi bola. Do'stimdan so'radim. Mana shu bolani hayotini orzu qilding-a hozir, dedim. Mana ham deyapti, mana shu hayotdan bosib o'tganman bu yo'llarda. Aslida ana shu paytlar baxtli ekanman. Bu odam aytayapti, taksist, men ko'proq vaqtimni deyapti farzandlarim bilan o'tkazaman, futbolga olib boraman, maktabga olib boraman, olib kelaman dedi. Do'stim aytadi, farzandlarimni deyarli ko'ra olmayman dedi. Million, sen aytgandek do'stim, millionta muammo. Oilamga vaqt ajrata olmayman, to'xtalmayman bitta joyda dedi. Aslida dunyoni, davlatni orzu qilamiz. Mani millionim yo'q. Oddiy odamman sizlardek. Millioni bor, ko'p do'stlarim bor. Hayot shunaqa. Qandaydir bir maromda to'xtash kerak. O'sha maromni bilish kerak. Mana shu maromda to'xtayman. Agar nafsga erk berib, to'xtovsiz Alloh beryapti deb to'xtamasdan chopadigan bo'lsak, ana shundagi oila esdan chiqadi, bolani yoshligi esdan chiqadi, farzandingizni. Bolangiz bilan futbol o'ynay olmaysiz, maktabga bormaysiz. Va bola farzand katta bo'lganda ana shu yoshligini bermagan bo'lasiz. To'plab bergan dunyoingiz farzandni bir og'iz gapiga arzimaydi, hech narsa qilib bera olmaydi. Iloyim farzandingiz yaxshi chiqsa-yu, xo'p. Agar yomon chiqsa, bir umr qilgan mehnatingizni bitta knopka bilan yoki bitta harakati bilan habada qilish hech narsa emas. Bu degani endi o'zim yoshman, bir aqllilik qilmay. Ko'p yo'l bosib o'tganman, ko'p odam bilan gaplashganman. Aytganimdek bir maromni bilishimiz kerak. Millionta muammo. Qashqadaryo juda ham chiroyli tabiat. O'zimizni tog'li yo'lkalarimiz.